Ramazon oyiga skidkamizga ulgurmagan mijozlarimiz uchun skidkamizni davom ettiramiz. Oldinlari 2 million so'mgacha sotilgan mini vakuum apparatimizni hozirda atiga 1 million 700 ming so'm qilib beramiz. Bularimizni ishlash videolarini video oxirida ulab ketamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bularimiz juda ham keng assortimentda, eng arzon narxlarda o'zimizdan xarid qilinglar. Narxlar kimga ma'qul bo'lsa, opsiyatsiyalar nomerlarga murojaat qilib, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz, xudo xolasa. Bu ham ochiq уже yondi. Tepadagisi salafan yirtish uchun mo'ljallangan. Misol qo'yasizda, mana bu narsani salafan uzun bo'lsa, upakovka olib qo'yamiz, kesish uchun. Upakovka qilib bo'lingandan keyin ochamiz. Ko'rib turganingiz tilla bor. Tilliga buni bunday qilib moslab turib tiqib qo'yamiz va yengil bir tomonini ezamiz birinchi, keyin ikkinchi tomonini ezamiz va start ezamiz. Bo'ldi, shu tartibda turamiz, o'zi ovoz chiqaradi. Shundan keyin olsa bo'laveradi. Mana bo'ldi, endi tayyor bo'ldi. Endi ochamiz. Mana shunday knopkalarni ezib. Voy, tushib ketdi. Mana, ko'rib turganlaringiz bilan уже vakuum bo'ldi. Xuddi shu tarzda uylaringizda qilsalaring ham bo'laveradi. Endi mana mo'z kesadigan o'rnida buni to'liq azov qilib qo'ydik, mana. Qo'yamiz, upakovka bo'lgan narsani ezib turib, bag'rini o'tib qilsalaring, pichoq ochib beradi mana. Tayyor holatda.